For Korea kosmetika guruhimizning aziz kuzatuvchilari, mana bugun Koreyadan yangi kelgan tovarlarimizni obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Ronan CC kremimiz barcha yuzlarga tushib ketaveradi hamda tarkibida SPF ham mavjud. 24K Gold serumimizdan kelgan, ajinlar bilan kurashib, ajinlarni yoyishda katta yordam beradi. Tarkibida 24 karatli oltin zarrachalari mavjud. Hamda Dr. G Red Belmish kremi, bu barchamiz bilishimiz kerak. Bu krem 2025-yil yakuni bo'yicha Koreyada eng zo'r kremlar ichida 2-o'rinni egallagan. Buni o'zini maxsus qoshiqchasi ham bor ishlatishga. Resasil brendidan Cleansing Foam, bu yuz tozalovchi vositamiz. Barcha yuzlarga tushib ketaveradi, ayniqsa yuzni quritmaydi. Bu esa retinol. Retinol bu ampulasi. Yangi retinol boshlovchilar uchun juda ham qulay. Ya'ni tarkibdagi retinol unchalik kuchli emas. Hali yangi boshlovchilarga ishlatishga juda qulay retinol hisoblanadi. Yuzdagi barcha muammolarni asta-sekinlik bilan yo'qotib beradi. Bu esa Dr. G'dan Royal Black Snail kremimiz. Bu katta hajmlisi, ichida ikkita chiqadi bitta korobkada. 15 mg-lik kichkina mini hamda 50 mg-lik kremlaridan chiqadi. Buni o'zini maxsus qoshiqchasi ham bor bunda hamda qoshiqchasining bir uchidan masaj uchun shu maxsus masaj nimasi bor. Bu kremimizdan juda ko'p so'rashadi. Bu enzimli Dr. Ciracle'dan juda ham mashhur bu enzimli pudralar, enzimkalar, kechki enzimka bu. Bular ham zakazga kelgan. Hamma mahsulotlarimiz 100% original. Koreyadan to'g'ridan-to'g'ri keladi. Bu Black Snail Anjo brendidan tushlarimiz. Uchi juda ham qalin emas, ingichka ham emas, o'rtacha. Buni o'zim ham ishlataman, juda ham yaxshi tush. Hamda bu ko'z serumimiz, serum kollagenlik, vegan sostavli bo'lib, bu ko'z serumimizni mana hozir ochib ham qo'yibmiz, ichini ko'rsataman. Ichida ko'zni masaj qilish uchun rolleri bor. Bu roller bilan ko'z atrofi qorayishlari, ajinlarni yoyishga rolleri ancha yordam beradi. Mana bu yonboshini bosganimizda krem chiqadi va ko'zimizni masaj qilib, ham krem, ham masaj qilib barcha ko'z atrofi ajinlarimizni yoyishimiz mumkin. Hamda Skindom brendidan BB kremimiz. Buni ham internetda odzivlari juda ham ko'p. Juda ham yaxshi krem bu. Yengil yotadi. Og'ir tonalni, og'ir BB kremlardan emas, yengil yotadigan, juda ham yaxshi yopadi yuzdagi muammolarni. Bu hidlari juda ham shirin, hidi juda ham mashhur bo'lgan bu intim atirlarimiz, qizlar. Intim atirlarimiz o'zi hajmi kichkina bo'lgani bilan hidi anchaga yetadi. Bir kundan ziyodga turib beradi hidi. Bu esa intim oqartiruvchi 3D formatli Beauty brendidan intim oqartiruvchilarimiz. Ishlatilishi o'zida ko'rsatilgan. Barcha intim zonalarga ishlatilinadi. Bu Rockies brendidan auto kremimiz. Bu krem bolalar uchun namlantiruvchi krem. Qishda ayniqsa hozir yuz qurib ketishini oldini oladi va butun oilaga tavsiya etiladi. Bu Beauty of Jason'dan SPF'larimiz. Mana buni ham ochib qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Hamda bu Selimax brendidan SPF'larimiz ham kelgan. Aynan bu yog'li yuzlar uchun SPF. O'zida ham ko'rsatilgan yog'li yuzlarga mo'ljallangan SPF yuzni matfi effekt berib turadi. Hozir bizda bu tovarlarimizni barchasi наличиеda bor. Bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Aziz kuzatuvchilar, yangi yil bayrami sharofati bilan sovg'ali o'yin tashkillashtirmoqchimiz. Agar kimga bu taklif yoqsa, sovg'ali o'yin o'ynash taklifi, kommentariyada o'yin so'zini qoldirib keting hamda buni shartlarini biz e'lon qilamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.